Bizlar uchun ikkinchi darsimiz bo'ladi, ikkinchi darsimiz bo'ladi. O'sha sarf imtihoniga ikkinchi darsimiz. Nasib bo'lsa, salgina tillar qavsh bo'lgandan keyin tomonlarni ko'ramiz. Ingliz tili tomonini ko'raveramiz. Xo'p, qaraymiz. First degani o'zi birda nima deydi? One deydi ingliz tilida. First degani nima bo'ladi? Birinchi kun, ha, to'g'rimi? Yozib qo'yish deyapman. Birinchi mayli, deydigani mayli, bilmasang bir kalla ham qoldirib kun bo'ladi. Sizda ham ingliz tili o'qilamizmi katta? Birinchi kun. Semestrda qaysi kun ekan? Birinchi kun ekan, ha, semestr. Semestr bor ekan, qandaydir. Mana sizlar birinchi chorak, ikkinchi chorak deysizlar-ku. Semestrda birinchi kuni deyapti. Film klubida, mana o'zbekchasi o'tamiz. Film klub o'zbekcha. Film klubida deyapti. Has degani bor degani. Has bor 90, mana member so'zini hamma bilasiz. Nima degani? Chunki anoni olsak, nima Instagram balobatlar olsak. Alonta members deydi. To'g'rimi bo'lsa, members degani asos. Following desa ko'rsatish uchun-da, bolalar. To'g'rimi yo'qmi? Demak, mana nima degani? A'zo. Demak, nima ekan? Ana unga daftaring yozib boring o'sha kitobingga. Demak, birinchi kun semestrdagi film klubida 90 ta a'zo bor. 90 ta a'zo bor. Tushunaymi yo'qmi? Endi H day boshqa kuni. Deydigan kun, ha? H degani boshqa kun deysan-ku, xuddi shunday bo'ylayapti, kallangi meni moniga. Boshqa kun. To'g'rimi? After degani har doim nima degani? Keyin degani. After degani nima bo'lar ekan? Keyin. After keyin. Firstly, birinchi kundan keyin deyapti. Ko'ringlar, tarjimaga e'tibor qiling. E'tiborda nimaga e'tibor qilish kerak? After birinchi kundan keyingi kun. Ko'ringlar tarjimada. Birinchi kundan keyingi kun semestrda nima edi? O new degani nima degani? Yangi nima qo'shiladi? A'zo, join degani nima edi? Bilasiz, o'sha join, ana Telegramda join deb qo'shilgan, join qo'shiladi. Qayerda? Demak, birinchi kunni 90 ta, undan keyin yana nechtadan qo'shiladi deyapti? 10 tadan odam qo'shiladi deyapti. Tarjimani uncha bilmasang ham mayli manaqani bilma. If no members left qo'y. Mayli. How many deya qancha deya how many. Yo'q. How many deya qancha. How qancha, many degan ko'p. Qancha. Total degani nima degani? Hisob degani, hisob, shot, son degani, total. Total shot deydi, to'g'rimi? Total qanday, masalan, yo'llar Chelsea bu o'ynab, total qanday desa, hisob qanday bo'ladi desa, total members degani a'zolar nima edi? Soni necha kundan keyin? 4 days. Ana, uncha tarjimani bilmasang ham, ikkita shu so'zga qo'shsak bo'ladi. 4 kundan keyin a'zolar soni qancha bo'ladi? 4 kunda nechta a'zo qo'shiladi? Har kuni 10 ta, 40 ta. Jami nechta edi? 90 ta. 90 ga 40 ta qo'shilsa nechta bo'ladi? 130. Ana shuna qo'shsa bo'lar ekan. Ha? Har kuni demak 4 kunni ham 90 ta bormaydi. Yo'q, mana 4 days after. 4 days, 4 kundan keyin. After yo'tsang sandan keyin. Har kuni 10 tadan qo'shilib bor. After ekitsa undan keyin. Tushunyapsizmi yo'q? After me sen mendan keyin deysan. Birinchi o'chib tursang bittasi o'lsa. After men deysan. Bo'ldi. Tushundingmi? Ana shunday. Afterni kalga olib qo'y. Keyin degan. Bizga qolyaptimi? 4 kundan keyin semestrda nechta odam bo'ladi? Endi mana nima degani? Buni tarjima qilmasang ham o'sha o'tib ketsang bo'laydi. Mana endi salgina ingliz tiliga chiqsa, birinchi kun semestrda 90 ta odam bor edi. Har kuni nechta odam qo'shiladi? 10 ta ne? Qara kallada. Deb
10 nil, mayli bilan bilma, 90 ta odam bor edi. 10 ta nil. Necha bo'ladi? 100 bo'ladi. Barham tarjima qila olmaysan. 4 deysiz, 4 ta kun o'tdi. Bitta deyda 10 ta bo'lsa, 4 ta deyda nechta bo'ladi? 40 ta. Qamayli 10 dan qo'shsak 90 ga 100. 100 yo'q-ku. Ko'rdinglar qaranglar. 100 yo'q-ku. Ha, 4 kun o'tdi. 4 ta 10, 40 bo'ladi, to'g'rimi? 90 ga qo'shsak necha bo'ladi? 130 ana javob. Ma'lum, men bilmadim olimga maqolga o'rin yo'q. Ana oson. Bilasizmi o'rnasa? Olish kerak hozir bir sertifikatni. Mana O'zbekistondan so'ng hammasi IELTS yo'q. IELTS in IELTS endi. Mana buni o'rganish kerak. O sen birdan 5 yil kerak. Hamma inglizlarni o'rganaysan. Bilasizmi? Hamma inglizlarni o'rganaysan. Hammani birdan nima qilyapmiz? O'ylab, o'sha shu matematika qismini ancha o'rganib olsak, nasib bo'lsa sayrab qolamiz. O'rganib qolasizlar. O'zing tiling kelmagan holda o'rganib qolasan. Tushunasizmi yo'q? Ingliz tilini men bilmayman, men o'qimayman degan narsa yo'q. Minimum ekan. Nima gapni taqqoslab. Mana bu day boshqa degan narsalar har doim takrorlanayotgan narsa, shuning uchun bu avtomatizm bo'ladi. Boshqa narsalar hammasi bo'lsa, qurib o'zbekcha. Qurib mana ko'rasizmi? Film. Yo tarjima kerak. Yana uni inglizlarda filmni nima deydi? Movie deydi. Movie'ga aslida egiladi, fleshkalarda movie'ga saqlanadi. To'g'rimi? Saqlab qo'ysak. Ana buni tushunaymi? Men bugun tarjimaga e'tibor qaratmoqchiman sizlarga. Ta'sir bo'lsa, ana ko'rdik. Yana endi tepqalada yo'g'on berdi. Xo'p, endi mananga salma. Kattarog'i yana bitta qarayotgan bo'lsak. Nechinchi savol? 5-savol ekan-a? Lekin buni bittalab tarjimasini so'rayman, lekin o'yga borib, tushunib, harakat qilasan. Mavzu o'rgatib beryapman. Tushunyapsizmi yo'q? Ishlanishi bilan ko'rsatib beryapman. Video bor. Yozmoqchi mana guruhga tashlab qo'yaman shularni. Hozir rasmlarni olib tashlayman. Aytayotgan bo'lsak, the table degani tablo deb o'yla. Ko'rsatib berib. Aha. Mana tablo deb o'yla. Tablo deydi, tabloda shotni ichidingizmi o'zbekchada? Shuni demaymi? Tabloni boshqacha deydi. Nimada? Ana tabloda deb o'yla. Show nima degani? Show. Bu showming deydi, showmingni qilma deydi. To'g'rimi? Yoki nima deydi? Deydi, nima deydi? Anor show deydi, yoki omad show deydi. Nima degani show? Ko'rsatish show. Omad ko'rsatish. Yoki anodan deydi, nima deydi? Bugun deydi shousi bo'ladi deydi, ko'rsatish. Show nima demak? Ko'rsatish. Tabloda ko'rsatilgan, tabloda ko'rsatilgan tarjima yo'q. Tabloda. Ko'rasam minimum select degani nima degani? Tanlash. Tushuningmi? Select degani o'zi tanlamoq. Tanlandi. Tabloda select deb ham qilib qo'yilgan. Tanlandi. Kalyo qo'yildi. Select. Tanlandi. Yozdingizmi sen? Ne o'qiganingiz? Tanlandi. Valuya nima degani? Mana matematikaga kerakli so'z bu. Matematik so'z. Yo'q, nima equation. Valuya nima edi? Qiymat degani. Tushundingmi? Yozib qo'y. Valuya qiymat. Valuya nima degani ekan? Valuya kalli o'qi, valuya deydi-ku, oldinga ota boqishi borda, kalli o'qi, qiymat ekanda. Qiymat katta vaznli. Kalli o'qi minimalga qiymatni boqib. Ko'rdingmi? Valuya degan qiymat. Tushungan? Funksiyani qiymati tabloda nima qilingan? Tanlangan. Which deyapti. Qaysida deyapti mana which, qaysi degan yoki qaysi degan yozib qo'ymaydi. Shunday bo'lsa to'g'ri tarjima qilyapman. Men o'zim ingliz tilini o'qituvchi emasman, tarjimada. Which nima degani?
Opsi degani ichida mana following ko'rsatilganlarning ichida deyapti. Ko'rsatilganlar qaysining ichida funksiyani nima qiladi deyapti? Eng yaxshi description. Ta'riflaydi bo'lmasa, mana bilmayman shu ta'riflaydi degani. Funksiyaning yaxshi ta'riflaydi. Mana bu keltirilganlardan berilgan follow degani ko'rsatilgan keltirilganlardan qaysi biri best degani eng yaxshi yozib qo'ymaydi. Eng nima? Best deyiladi. Bestni bilasizlar? Best qayda ishlatadi? Tashqariga biladi. Qayda bor o'sha best? Matizda. Matizda bor. Matizda bestda deydi, ha? Eng yaxshisi bor o'sha. Yoki aloni bestda deydi. Nima? Nexia'ni best deydi, yo buni best deydi. Best degani eng yaxshi degani. O'zbekcha so'zda ko'plar so'zlaydi. To'g'rimi? The best deydi. The degani artikelda yaxshi degani. Olib qo'ya, aniqlab bergan. The best degani mana shu yaxshi degani. Best desa yaxshi, eng yaxshi degani. The best desa mana shu eng yaxshi. Mendan Zeni shuni bilib qoling, tushuninglar? Agar a best desa ingliz tilida anavi mana bundan bitta so'raydi. Doktor bor. Doktor degani mayli? Doktor degani. Shu qarang. The doctor. Mana shu yerda mana kezi kelganda aytib ketasiz. Nima dehqonchasi ishini o'rgataman. Ikkovi nima farqi bor? Yo bu to'g'ri, yo bu to'g'ri. Ikkovi ham ishlatiladi. Ze faqat bitta aniqini ayt, doktorda aniqini aytganda ze ishlatiladi. Bu option. Degani qaysiga doktor haqida. Men bitta doktorni bilaman, juda yaxshi davolayapti. Qaysidir doktor? Aniq aytmayapti. Bitta doktorni bilishini. Anig'i zega. I know the doctor desa, men bu doktorni bilaman. Aynan o'sha doktorda gapirsa, tushuninglar, o'sha yerda serglaydi doktor. Tushuninglar? I know a doctor. O'zingizni juda oson bitildan tushunasizmi? Men bilaman, I know. You know siz bilasiz. Yoki sen bilasan. Tushunasizmi? Yo'q, bilmayman. Demak, mana shu testiga tushungan qaysi biri eng to'g'ri? Kelinglar. Mana shu so'zni, mana shu so'zni hozir men o'zim o'qib ko'ryapman-da. Hamma bilasan. Faqat boshqa qo'shimchasi salgina ma'nosini o'zgartiradi, lekin shu so'zni bilasan. Mayli kimlikda shu desni olib tashlaymiz. Enni olib tashlaymiz. Ba'zini bitta o'qib ko'rsa, nima deyapti? Mayli dehqonchasi o'qiyapti. Mana masalan dehqonchasi o'qiyapti. O'qchi nima deyapti? Ya, desni olib tashladi. Kedam. Crazy, ha? Crazy. Nima so'zga yaqin? Mana sizlarga anavi minimonga. Ha? Hamma bilasiz. Nimaga yaqin? Crazy. Nima so'z boshi? Mana o'zbek tilida. Bunday bor? Mana. To'xtayman. Nima qo'yapsiz? Sizda o'zbekcha so'z bor. Crazy nima qo'yapsiz? Nima qo'yapsiz? Shunaqa so'z bor. O'zbek so'zlar nima deyman? Crazy nima deyman? Crazy ga nima qo'yaman? Crazy ga nima edi? Uchradi. Endi bo'ldim katta yordam yo'qmi? Ha? Nima degani bular? Crazy? Ha? Crazy so'zini hayotda ishlatmasizlar-da. Ha? Crazy degani nima degani? Ha? Yoki mana uni bankrot deydi. Bankrot, krizis deydi. Ma firmalar bo'lsa krizisga uchradi. To'g'rimi? Ha? O'zi anavsi krizisga uchradi deydi. Shuni ham shunday demaymi hayotda? Bormi eshitganmisizlar? Ostomon bo'lsa o'zi. Krizisga uchradi deydi. Krizis degani tushib ketdi. Bankrot degani tushib ketdi. Line degani nima degani edi? Tarjima qilib o'tiribsizlar. Nima degani line? Chiziq degani. Line bo'lsa chiziqlar bo'ladi. Line degani hamisha nima degani? Chiziq.
chiziq yozib qo'ygan. To'g'ri chiziqni nima deydi? Line deydi. Line degani chiziq. Tushungan? To'g'ri chiziqdagi. Liner bo'lsa chiziqli bo'ladi. To'g'rimi? Chiziqli. Endi qaranglar. Kredit chiziq tushib boryapti. Chiziqli nima qilyapti? Chiziqli tushyapti. Endi qaranglar. D desa tushib boryapti chiziqli. Endi desa nima bo'ladi? Chiziqli oshib boryapti. Tekisdan qaranglar. Chiziqli oshib borish mana bunday. Chiziqli tushib borish bunday. Bir xilda tushib borish. Nimada o'ylaysizlar shu grafikda? -1 bo'lgan vaqt necha bo'lyapti? 16. 0 bergan vaqtchi. 17. 1 bergan vaqti. Masalan, 2 bergan vaqti. Nima sezdinglar? Ma'noni sezdinglarmi, buni sezdinglarmi? Qaysi biri? Ana noliga borgan Qaysi biri? pastga boryapti. Demak qaysi ekan? Eng kredit ekan. Chiziqli oshib boryapti. Qolganlar decreasing tushib boryapti. Eksponensial daraja ko'rinishda. Tezroq ko'tarib ketsa, masalan. 2 bo'lsa, 2 kvadrat 4 bo'lsa, 2 ning 3-si 8 bo'lsa, 2 4-si 16 bo'lsa, mana bu tez ko'tarib boradi. Tushunyapsizmi? Mana grafikga chiziqlar bo'lmaydi-da, bu mana bunday tarzda bo'ladi. Mana tez ko'tarib ketish. Tushuningizmi? Mana bu asta-asta chiziq bilan ko'tarib boradi. Tushuningizmi? Biri mashina Bir xildan ko'tarib boryapti. Tushuningizmi? Yo'llar bir xilda yo pastga tushsa, yoki bir xilda ko'tarilsa, mashina qimillaydi. Bo'lmasa bitta joyi shunday chekkan vaqt bunday tushib ketib, bunday bo'lsa, mashina shunday o'tayotgan vaqt taqqa ching bilan yuraveradi. To'g'rimi? Chiziqlar degani shu. Bunday qarasang bitta qisqasi o'zi xodani bunday qo'yib qo'ysang, tez turish kerak bu joyda. Tushuningizmi? Ana chiziqlar. Hamma tushunimi yo'qmi? Kim tushunmayapti mana? Yozib. Nima tushunaysan? Tushunmasanglar aytinglar menga. Men sizlarga tarjima qilishda yordam qilyapman. Kredit degani tushish, dekredit tushyapti, endi qanday? Tushuningizmi? Buni qayerda yana ko'rishlaringiz mumkin? Telefon qilsang birovga "The close" deydi yoki o'sha chaqirayotganingni, to'g'rimi? Call all nima deydi? Disable deydi. E'tibor qilganmisizlar? Ingliz tilida birinchi aytadi, keyin o'zbek tilida, keyin rus tilida aytadi. Disable va disable. Disable o'chgan, disable nima bo'ladi? Yo'q. O'chgan hol disable degan narsa bor. Tushunasizmi? Xo'p, mana shunday narsa. D bilan mana bu D, B yoki N bo'lishi mumkin-da. N degan ichkarisidan o'tadi. N degan ichidagi bunday yo'qoladi. Tushunasizmi? Shuni mnemoniklardan qolish mumkin kalar. Ammo tushunami? Buni tushungan qaysi deydi? Rasmga olaman, mana guruhimizga tashlab qo'yaman. Mana guruhimiz bor, mana. Demak, buni men o'ylaymanki tushundinglar. Sador dars o'tayotgandan keyin gaplashamiz, xayr, bijon. Bo'pti. Masalan, 7-savol. Buni ham tarjima qilishga harakat qilinglar, yuraylar. Lekin bor eshikka shu so'zlarni. Rage, tanlaro yetib dasturlashda
hech bo'lmasa Skorsky e'tibor qilsanglar bo'ladi. Shom ko'rsatilgan. Ana o'sish Skorsky deyga to'g'ri? Nechi deb o'ylaysiz? Yettita degan, 6 7 degan, 1 2 3 4 5 6 7 o'ylab qo'ying. Acha skor nechi? Ha, o'zi borishi to'g'ridan nechi? 7 ta nechta? Eng kichkina, Skorsi. eng kattasi. Ha? ha, Nechta o'zgargan? Ha? Nechi deb o'ylaysiz? 27 ta. 23 bilan 50. Kimlar nima deydi? Bitta odam 29 deyapti. Skorsi o'zgargan. Dastlab nechi bo'lgan? 20. Yana nechi bo'ldi olgan? 27 ham bo'lgan, 32 ham bo'lgan, 52 ham bo'lganda, to'g'rimi yo'q? Qanday skorsi o'zgargan? Ha? Eng dastlab skorsi nechi bo'lgan? 22 bo'lgan. Keyin 52 ga o'zgardi, eng katta skor. Skorsi qanday bo'lib o'zgargan mana? Skors shom. Ha? 7 ta skorsiga o'zgarsa, range degani razницasi deylik. Ha? Farqi deylik. Ha? To'g'ri. Nechidan nechi? 23 bo'lgan 52 ga o'zgardi, to'g'rimi? Nechiga o'zgardi? Tezlik. Ha? Demak, 22 dan ayirsa 23 tengacha 29 ga nima qilibdi? O'zgardi. Kim tushunmadi? Tushuningmi? Ha? Yozib ol. Mana tushunolsang bo'ladi. Skorsni mana ko'rsatilgan o'zgarishi range razницasi deylik. Razницасini ishlatasizlar keyin. Baribir. Sansabina boya telefon qiluvdi boya, 2da keluvdi nimaga oti? Sansabina boya ana Abduxon. shu bilan qarab oladi. Ha, Shavkatga. Ya paroli to'g'rilayver emas. Paroli orqada admin paroli. Admin yozasiz bo'ldi. Chiqqanga admin paroli yozing bo'ldi. Bo'laveradi. Keyin paroldan qo'yaveramiz. Nima deysiz? Parol so'raydi 204 nimadir, net 204 chiqadi-ku. Parol admin. Parol admin orqasida yozilgan Shavkat aka. Parolni ham o'zi o'sha apparatda. Qarang, Wi-Fi apparati orqasiga qarang, o'zi anosi ham yozilgan. Nima edi? Parol. Ha, paroli admin virelestirilgan, wireless. W bor-ku, W R E. O'sha Wi-Fi deganda wireless admin parol. Paroliga admin deb yozilgan. Qarang, parol admin. Chap tomonidan o'qing-da. O tomoniga o'sha Wi-Fi apparati ichiga kirishi faqat. Chap tomonda wireless degan joyi yozuv o'qilyaptimi? W R Rahmonga ketaga R bor-ku, W R Shavkatga qarang, wireless. Ha, ayla qarang, netis 204 deb yozilganmi? Chap tomonni o'qing, o'ng tomonda bor. Parol. Ha, 204 pastga qarang, parol. O'sha chiqadi sizga nomi, Wi-Fi yoqqaningizda. Paroliga admin yozasiz.
Pastida qarang, parol degan joyi bor yoki ana krik degan bo'lishi mumkin inglizchasiga. Admin bo'ladi. Rasmni yopib tashlang demasiga, rasm ana ko'rsataman, bunday ko'rsatib yuboraman. Telegram olib tashlang. Keyingisiga qaraymiz hamma. Qani harakat qilinglarchi, buni ham topsanglar bo'ladi. Harakat qani. O'qinglarchi, tarjima qilishga harakat qilinglarchi. Tarjima qo'yasizlar shuni hozir. Endi figura deyapti, line chiziq. N degan chiziq nima edi? Parallel nimaga? N degan chiziqqa, to'g'ri. Qani ko'ringlar. Davomi. Line ke chiziq. Enter degani klaviaturadan bo'lsangiz nima qiladi? Kiradi. Kirib nimaga kirgan? Seksiya degani nima edi? Joyiga shularni sohasiga nima qilgan? Kirgan, ya'ni kesib o'tgan. Intersection degani kesib nima qilgan? Intersection. Boz lines degani lines chiziqlar, boz degani nima degani o'zbek? Ikkalasi degani. Tushuninglarmi? Aka? Hozir. Kan o'ylab ko'ringlarchi o'zlari. Kan kesib o'tadi ekanmi? Which deyapti, qaysi berilganlardan qaysi biri Shavkat aka mana qarang, password degan bor ekan. Password ekanda. Nomi NetsEQ deb chiqadi. Aydaman belgicha ham qo'ydim. Paroliga password deb yozasiz, aydaman sizga belgilab tashlab qaytadan. Password deb yozasiz. Password turibdi-ku, ana password yozasiz. Oti o'sha edi, ana chiqarmaydi. NetsEQ to'rt. Parol o'sha edi, passwordda parol degan parol deyiladi yoki o'sha ikkovda ham bitta parol ham password bo'ladi ana shunday. Asl degan bo'lsin bo'pti. Xo'p, nima ekan? Tarjima. Qani? Berilganlardan qaysi biri true degani nima degani? Rost degani, to'g'ri. Yolg'onni nima deydi? False degani. Yoki o'qilmasang false deydi, hech narsa qilmaydi. Biroq bizlar o'zbeklar turadi, cheklovda kirmaydi. Qo'y boraymi, bir bu false deb boradi. Rost bo'lsa, uni gapirishdi. To'g'ri talaffuz qilmasang, boyaman degan bo'ladi-ku. O'zbeklarda cheklovda tushunamiz bizlar. Qarorlar boshqasi bo'lsa. U keshi deydi. To'g'rimi yo'qmi? Shuni saytga shunday narsalar deyapti. Sen yo'q qilmaydi. Demak, qaysi biri to'g'ri deyapti. Birinchidan tarjima qilishga amaldan so'raymiz. Hol qilishyapti. The value qiymat deyapti. Nima qiymati? X qiymati. Yo'q, ana ko'proq. Kamroq. Kam? Less degani nima edi? Less, then 145 nima edi?
kichikroq. Ko'p bo'lsa nima bo'ladi? Mana Greta degan Great Britain degan buyuk degani. Great person desang buyuk inson. Tushuninglar? Bundan nima ekan tarjimasi? X'ning qiymati 145 dan nima deyapti? Kichkinaroq deyapti. To'g'rimi? X nechiga teng o'zi? Sin X nechiga teng? O'ylab ko'ring. Diqqat. Aniqlab bo'ladi. Mana javobda aytyapti. The value demak ingliz X ning qiymati 145 dan nima edi? Kattaroq. Buni ustachi? Equal deyapti. Equivalent deyapti. Ya'ni teng. Buni ustachi? Cannot deyapti. Not deydi-ku. Yo'q deyapti. Qiymatini aniqlab bo'lmaydi degani ekan-da. Tushunyapmi yo'qmi? Demak, qaysi javob to'g'ri? Ha? X qiymati nechiga teng? Tasavvur qilinglar, mana bu 145 bo'lsa, bu ham nechi bo'ladi? 145. Mana nechi bo'ladi? Mana quloch ochilganda, jami quloch ochilganda, bunday quloch ochilganda emas bo'ladi. 180. Bunday aylantirsa, shunga olmaydi. Bunday nechi bo'ladi? 180. Demak, mana endi bunday quloch ochishdi. X qiladi. Qara. Demak, mana kechasi 145 bo'lsa, mana nechi bo'ladi? 35 bo'lar ekan, yo'q bo'ladi. Tushunyapsizmi? Oson ekanmi? Ha? Qaysi javob ekan demak? Ha? C javob ekan. Equal ga equivalent degan. Tushunarlimi? Tushuninglar? Mana shunaqa ekvivalent degan o'zbek tilida shunaqa so'z bor. Ekvivalent. Tushuninglar? Exactly. Default anotasi olib qo'yinglar. Mnemonic olib qo'yinglar. Exact. Buni exact deymiz. Ikki yoshlik bilan, ikki yoshlik bilan bo'lmaydi. Exact olib qo'yinglar. Equivalent. Bo'ladimi shunday? Tilla olib qo'ysa? Ha? Bo'lmaydi shunday. Bo'ladi. Equivalent. Qaranglar, mnemonic tilla olib qo'ysa o'z qolib ketaveradi. Meni. Tushundinglar? Out degani nima degani? Futbolda o'ynayapmiz. Ana out. Tashqarida. Tushundinglar? Xo'p, bo'ladimi? Yaxshi. Bakka tushib olsak, hozir menga chiqatda doskaga sal misollardan endi mayda misollar ko'p. 9-misolga o'taylik, undan keyingisida chiqib qilib beradi yo aziz yoki bo'lmasa bular tayyorligida hozir anaqa qilib beradi. Shartmas. Qani bir master qilas. Yo'q, chiqaysan ingliz tilida shuncha bo'lgansa qani yuraydi. O'rgandim matematika. Yo'q, inglizcha gapirgan ol, qanaqa tilda gapirgan. O'quvchilar nima deb o'ylayapsizlar? Keyin qaysi javob bo'lishi mumkin? They like, nima degan? They like. Kun. Kunduz. Kun like. To'g'rimi yo'qmi? Daylight bor ekan, mana of non-daylight nima degani? Non-daylight degan kunduz emas. Kechqurunda o'tirmasa non-daylight deb qo'yingiz tamom. No daylight. Qan nima ekan? Aytinglar. Tarjimai masalaga beruvdim. Qan? Aytinglar. Tarjima qil.
represent nima degani bu? This odamlar bu ko'rsatib turibdi. Yangi chunki sani tanqid emas, to'g'ri tanqid qilyapsiz. Sen bilishing kerak. The number deyapti. Number nima degani? Nomerda 6 minut deyapti. Minutda daylightni vaqtini anasini ko'rsatadi, to'g'rimi? Qiymatini nima qiladi? Ko'rsatadi yoki nima qiladi? Qabul qiladi. Kunduzini vaqtini nima qilar ekan? Mana bu the equation nima degani? Equation dinamada kunduzini vaqtini depend deyapti mana. And sunset deyapti. X deyapti. X nima qilar ekan bizda? Nimani vaqtini ko'rsatar ekan? Ha? Kunduzini qolganini tarjima qilish shartmi? Egri qayda vaqtini ko'rsatadi? Kechqurun vaqtini ko'rsatadi. Ya'ni oat paytda deyapti, shunday ko'rsatadi vaqtni deyapti deydi. Demak, X kunduzini vaqt ko'rsatadigan andalma qo'yadi. Kechqurun vaqt. Kunduzi necha minut ko'rsatib ekan? Yoki kunni kechqurunmi 670? Qaysi kun vaqt ko'rsatib ekan? Ha? 670 ga qarayapsiz yaxshilab. Kunduzi vaqti Daylight ertalab. Ha? Daylight degan kun. Kunduzini vaqtini non daylight desa, kechqurun deyapti. Kunduzi necha minut ko'rsatib ekan? 670. Ana nima topyapti sizda? Kechqurun vaqt qancha bo'ladi? Ha? Necha bo'ladi? Demak, 1440 dan nimani aytish kerak? 670 da qayta javob chiqadi? 670 chiqadi. Ha. 1440 dan 670 ga aytsak. Necha chiqadi? Top der bizning kanalimiz sal takmatak 1440 ayiramiz, takmatak. Roz qo'yinglar, davay, tarjima. Day degan kun, light, yorug'lik. Kunduzi. Yetmiş qayda? Mana 7 qayda? Bundan nechi qoldi? Tushunmayman. Asinxron va sinxron tarjimonimiz. Our translator is best translator. Best of the best translator. Of all people. Bo'la does degani bo'ladi. Bor. Shunchada bor. Have degani have desa bor degani. Tushungan? I have a book desang, manda nima bor? Kitob bor. Hamma tushundimi? Yaxshi. Demak, ana shunday tarzda yana bitta master class bo'ladi. Men o'ylaymanki, ilk kun boshqarib olib ketdi bir o'quvchimizni. Tarjimani zo'r chiqdi. Yo ko'zimning o'ngida tarjima qildi yoki yolg'ondan qildi. Bu inson qaysi inson? Bunga ham kim topilmayapti?
kerak so'zni top. Qaysi so'zga urg'u? Birinchi. Snow. Qor. Snow degani nima degani? Qor. Endi yangi yil o'rgangandan keyin nima olibdi? Qorotish musobaqasini Snow nima deyapti? Storm. Mana urushlarni ko'ryapsanmi? Storm shadid deydi-ku. Qanotli raketasi deydi. To'g'rimi yo'qmi? Nima ekan storm? Snow storm o'sha. qorni anavi Mayda yana snowfall bor ekan. yo'q, korotchi qorli raketa. Xo'p, snow storm desa, biza qor nima o'zi ovozdan chiqadi? Nima deymiz? Tashqarida ketayotgan qor yog'yapti. Nima deymiz o'sha holatda? Qor nima deymiz? Qor yog'adi. Kuchli yog'sa-chi? Tashqarida nima deymiz? Qor nima deymiz? Qor bo'ron deymiz. Tushunyapsanmi? Mana bu shamol. Tushunyapsanmi? Kuchli. Strong deydi-ku. Kuchli. O'qo'sha. Qor bo'ron deyapti. Town nima degani? Shahar degani. Sertain degani nima degani? Markazda. Center degani. Sertain nima degani? Sertain. Minimal kan? Serqirra ijodkor deydi. Serqirra degani mashhur shahar. Qaysidir ko'p shahar degani qaysidir shaharlardan biri ko'p shahar. Serqirra ijodkor deydi. To'g'rimi? Serqirraga kallaga olib qo'ysak bo'ladimi meni molga? Yaxshilik. Serqirra ijodkor desak, serqirra ustoz desak, o'zi har tomondan ko'p narsani biladigan ustoz, to'g'rimi yo'qmi? Serqirra. Serqirra degan ko'p bala bo'ylar bo'ldi. Endi serqirra shaharda nimaga almashtirsak bo'ladi? Shaharlar ko'p-da, Toshkent shahri, Samarqand shahri, London shahri, boshqa shahri, demak, qaysidir shaharga almashtirsak bo'ladi. Shuni ham yozib qo'yinglar. Qaysidir? Mana bu shahar qaysidir? Davay tarjima qil. Minimumda o'rtacha eng kichkina yoki minimum eng kami degan, minimum kam. Eng kamida nima edi? Mana o'sha inches per hour. Soat. Soat ichida 0.6 demak, qor bo'roni o'sha eng minimum tezligi nechaga teng? 0.6 bir soatning ichida 0.6 ni tashkil etdi. Davomichi? Eng maksimum rekord. Qor yog'ishda endi snowfall, to'g'rimi? Eng maksimal 1.8 ni tashkil etdi. Endi nima so'rayapti? O'ylab ko'ringlarchi. Kattasini o'zi borishi eng ko'ylak degani nima degani? Tengsizlik. Yozib qo'y. Question degani teng, inequality degani tengsizlik. Qaysi tengsizlik? To'g'ri deyapti, true. Qor deyapti, hammasi tenglar. hamma Tenglar. S qiymatlari nima edi? Uchun qaysi tenglik nima edi? To'g'ri deyapti. S
qabul qiladi. S qabul qiladi, represent qabul qiladi deb qo'yiladi. Snowfall, ya'ni qor yog'ish tezligida qabul qiladi. To'g'rimi? Qaysi qor yog'ish tezligida S qiymatlarni qaysi oralig'ida qiymatlarni nima qiladi? Tezlikda qabul qiladi. Qaysi oralig'ida? Qaysi javob? Ha? Qaysi javob aziz? Sanga qaysi? A javob. S 2.4 qabul qiladi. S tezlik. 2.4 dan katta, to'g'rimi? S eng katta nechini qabul qiladi? 1.8 qo'shib, 1.8 katta 2 to'g'rimi? Qaysi javob? Ha? B javobchi. 1.8 dan kattani ham qabul qiladi. Yo'q, eng katta qiymat unda. Yo'q, chunki maksimum 1.8 deyapti. Maksimum 1.8 gacha boradi. Minimum nechaga? 0.6 gacha. Qaysi javob to'g'ri? D javob. 0.6 dan katta va 1.8 gacha. Boradi. Nima tarjima yo'q? O'xshadi. Ammo Menga tushuntirib tarjima qilish kerak bundan keyin. Tushuninglar, men bugun vazifa berib o'raman sizlarga. Ma'lum, mana bu joy shu. Mana bu shu. Sinov shtorm degan, sinov degan qor, shtorm shtatli qor. Okey, shularni aytay. Men kerak joylar kerak. Sertang town qaysidir bir shaharda kuchli qor yog'yapti. Va uni qor yog'ishni tezligi necha? 0.6 bir anomda tezligi 1 soat ichida 0.6 ga nima edi? Yetadi deyapti, minimum deyapti. Maksimum necha? 1.8 ga yetadi mana ma'lum. Rekordi maksimum 1.8 ga yetadi. Which equality degani tengsizlik. Qaysi tengsizlik deyapti? To'g'ri deyapti. For all values of S degani hamma S ning qiymatlari uchun deyiladi. All degani hamma, for uchun. S ning hamma qiymatlari uchun qaysi tengsizlik to'g'ri deyapti. Ko'rsatilsa ma'lum bo'lmaydi, chunki S to'g'ri kattani olmaydi. S 1.8 kattani olmaydi, eng maksimum 1.8 ketmaydi. Mana bo'lmaydi, 16 dan kichik olmaydi, eng katta 1.8 mana S. Kichik 16 oladi. Bormi savol desang? Yo'q deyman. Shunaqa tarzda menga tushuntirib bera olasan? Savol qiyinmi maktabda? Qiynmasa? Qara deb olsa bo'layotganmi? Ha? Siz ko'zingni oldiga keltiriyor, 800 dan 800 o'xshaydi. Ari inglizcasini 800 dan 400 o'rsang 1200 ortiq. Yaxshimi? Ammo qo'ysa bo'ladimi? Gapirib o'tirmaysan, o'tirmamışsan. Sen tezga kelsan, shuni tezda ishlaysan. Gapirish yo'q. Yo'q. Tushuninglar? Bu tomonni mana buni anavilar bilan ko'rdim, mana ingliz tili bilib qolamni. Sen o'zing ko'rdingmi ma'lum buni bir. Grammatika и reading bor. Ne o'qiysani ichga so'z nima ma'nolarida, uni ham sal-pal o'rgataman. Ham qo'llagancha. Qilamiz uni ham, nasib bo'lsin. Bag'ini bir hal qilib olaylik. Tushuninglar? Xo'p, yaxshi. Buni rasmga olsam, lekin hech ana bo'lmayapti. Sizlarga kim menga tarjima qiladi? Kelinglar mana 14 ga ham olaylik. Kim menga tarjima? Aziz, qani? Harakat qilinglar. Qani? O'ylab ko'ringlarchi. Blue degani ko'k. Ha, o'sha
ichiga qanaqadir bir meva nimadir, to'g'rimi? Ha, o'lchami shunday, ha? Ko'k olsa endi yo'qku. Ko'k olma, ha? Apple emas. Apple ko'k nimadir-da? Ko'k meva deb. Xo'p, gapir. Tarjimada. Garajida o'tgan oyda shashakka bo'lgan ekan. Qanday birinchi narx? O'tgan oyda deganda. Yo'q. Bir boshqa tarjima boshqada. Store deyapti. Store nima degani? Motor magazin shuda. Store bor. Store degani magazin. iPhone'ga App Store deb turadi-ku, Ha, shunday-da. Saqlanadigan joylar. Ha. Sales nima degani? Sotiladi, sotilmoqqa, aro minimalga qilib qo'yaveradi. Sotiladi. Difference nima degani? Farq, ha? Farq, difference. Size endi hamma tikuvchi ham biladi, oddiy. Size nima degani? O'lcham. Different size degani har xil o'lchamdagi to degani nima edi? To, ikkita har xil o'lchamdagi ma'nosini bu qani? Ana shuni ma'nosi. Nima edi? Bitta Nur Muhammad. Nima degani? Bilasiz? Konteynerda oddiy ovqat paqqot solasa bir nima solib olib kelsa. Demak, ikki xil magazinda sotiladi, ikki xil razmerdagi nima? Konteynerda nima sotiladi? Ko'k nimadir? Meva nima qilinadi? Sotiladi. Kim tushunmadi tarjimasini? Magazinda ikki xil o'lchamdagi konteynerda nima sotiladi? Ko'k meva sotiladi. Tarjima qilsak bo'lar ekanmi? Xo'p, davom etaylik. Magazinlarda sotiladi va o'tgan oyda ular Xo'p. Bu magazinda sales degani nima degani? Sotiladi, narxi sotiladi. Of this blueberries shu ko'k meva nima deyapti? Qanchaga sotiladi? Total degani hisob degani, ha? Sotildi, qanchaga sotildi? 896,86 dollarga last degani nima edi? O'tgan oyda 896 dollarga sotildi shunchaga, to'g'rimi? After desa keyingi oy. Last desa o'tgan oyda 896 dollarga bu blueberrieslar magazinda nima qilindi? Sotildi. Qolgan tarjima qilchi. The equation degan tinglamada yozib qo'y mana tinglamada. Tinglama. Nima endi represents nima degani ekan? Situation nima degani? Sizlar nima deb o'ylaysiz? O'zbekcha aytsa situatsiya, ya'ni nima edi? Holat. Situatsiya holatda bu bunaqa situatsiyada deymiz, to'g'rimi yo'qmi? Situatsiya to'g'rimi tushunaymi yo'qmi? Demak, saki represent deyapti, this situation mana shu holatda deyapti, nima? Mana shu holatda deyapti. Davom etmoqchi. qayerda X nomer. X nima edi? Kichkina nima edi? Kichkina nima edi? Konteynerda nima edi? Sotildi. Nimada sotildi kichkina konteynerda? Nima narx bilan sotildi? X konteynerda. Kichkina konteynerda sotilgan. Va Y konteynerda nima edi? Y qaysi konteynerda sotilgani? O'qib ko'ringlar, ha? Large, yozib qo'y mana, large, katta. Katta konteyner. Katta yozib qo'yinglar kitobga. Kitobga yozib bor, katta konteyner. Sotildi, salt yozib qo'y, sotildi. Sales salt degani bilan sotildi, bitta so'z tushunyapsizmi?
o'tgan zamonda endi shuni yozilgan. Sell sotib. Xo'p, davom o'qchi. Shu tinglamada nima deyapti? Shunda kichkina konteyner narxi topish. Qancha? What is the price deyapti. Price nima degani? Narx degani, to'g'rimi yo'qmi? Qaysi narxda deyapti, nimani so'rayapti? Kichkina konteyner narxi. Ha? Kichkina konteynerdagi qaysi narxda sotildi deyapti. Qaysi narxda sotildi kichkina konteynerda? Nechida sotilgan bo'ladi? X da kichkina konteyner X bo'lganda, to'g'rimi yo'qmi? Nechidan sotilgan? To'g'ri. 21 dan sotilgan. Javobi nima bo'ladi? 4,51. Hamma tushunimi yo'q? Yozib qo'y. Javobni nima deydi ingliz tilida? Answer. Yoz. Answer. W bilan ver. Answer. Buni inglizchasi answer deydi. Tushunyapsizmi? Answer tenglikchi. To'g'ri. Ana. Tushunganmidi? Kim tushunmadi? Yozib qo'yinglar kerak joyi. Menga kelganda chiqib tahlil qilib aytib berasan. Sen tarjima qil buni o'tiravermadi. Bo'cha. O'qinglarchi 16-savolni ishlaringni oldingni kitobda men olib turaman. Bizga. 16ni o'qinglar. Xo'p. Qam. Grafikda nima deyapti? Grafikda mana funksiya Qanaqa funksiya? Rational function. Nima qilyapti funksiya? Kamayaptimi, ko'tarilyaptimi, o'syaptimi? Nima bo'lyapti? Kamayaptimi funksiya, o'syaptimi? Kamayapti. Chunki mana yerda qush bo'lsa, o'zini tashlab yuborgan pastga mana ketyapti hali. Bu oxiri yo'qda buni. Tushuninglarmi? Yo'qda, kamayapti, tepada turgan kamayapti. Agar bunaqasiga bo'lganda o'sgan bo'ladi. To'g'rimi? Mana qarayda x o'sib ketyapti, lekin bu ketib qo'yapti. Kamayapti. Tushuninglar? X nimadan katta deyapti? Noldan katta. Demak, mana qaysi o'q mana? Mana shu x mana noldan katta qismi. Which of the following deyapti. Nima deyapti? qaysi grafikda Qaysidan keltirilganda grafikda y f at x plus 5 to'g'ri ko'rsatilgan deyapti. To'g'rimi yo'q? Mana f at x plus 5. Birinchi f at x degani mana qaranglar. F at x degani f degani funksiya, ya'ni function degani. Tushuninglarmi? F at x degani nima degani bu? Y degani. To'g'rimi yo'q? Katta. X o'rniga nech qo'yapmiz? X o'rniga mana bironta bir bilganimizdan olaversak bo'laveradi. Mana bular y. Mana ular nima edi? X deyapti. Qani qaysi shunga to'g'ri keladi? Mana bu yerda deyapti. Nechini qo'shyapti bunga? F at x funksiya
Mana grafikka nechani qo'shib boryapti? 5 ni qo'shyapti. Tushundingizmi? Demak, qani mana unga 5 ni qo'shsak har biriga qaysi grafik hosil bo'lishi kerak? Nima deb o'ylaysiz? Har bir holatiga 5 ni qo'shib borsak, qaysi biri hosil bo'lishi kerak? Aytinglar. Ha? Aytinglar. Qaysi biri? Qaysi anshida javoblar to'g'ri? Mana tasavvur qilinglar, har bir holatiga mana shunga nechini qo'shyapman shu grafikga? 5 ni qo'shyapti. Qaysi grafik hosil bo'ladi? Qo'shsa 5. Ana grafik mana shu grafik. 5 qo'shilyapti. Mana shu grafikda 5 qo'shilsa nima bo'ladi? Ko'tardi. Savol qaysi bo'ladi? Qaysi bo'ladi? Debora. Bo'chi. 0 bergan vaqtimiz yaqinlashyapti. 2 ni ham ovoryapti. To'g'rimi yo'qmi? Mana endi qaranglar. 0 ni bergan vaqtimiz 0 ga yaqinlashyapti. To'g'rimi yo'qmi? Mana 0 ga 0 bergan vaqtimiz yaqinlashib kelyapti. Lekin 0 bergan vaqtimiz mana yerga yirik necha bo'lishi kerak? 5. Demak, shuni necha birdek tepaga ko'tarish kerak? 1, 2, 3, 4, 5 birdek. Mana unda necha birdek ko'tarilgan? Mana 0, 1, 2, 3, 4, 5 birdek qo'ygan. Ko'rdingizmi? Mana bitta katta qo'ygan, mana bitta katta qo'ygan. Kim tushunmoqchi? Kim tushunmoqchi grafikda? Tushunaymi? Mana 0 bergan vaqtimiz mana yerda bitta katta mana nima yo'laqasiga deb qo'yasiz? Averga 5 qo'shilganda, shu 5 ta kattadan keyin yana bitta katta bo'lishi kerak. Mana qaranglar mana. 1, 2, 3, 4, 5 mana bitta katta bo'lyapti. Ayni bitta katta. Kim tushunmoqchi? Kim tushunmoqchi? Tushunaymi? E'tibordami? E'tibormi hamma? E'tiborda dehqonchasiga. Yaxshi. Demak, D javob ekan. D javob ekan. Ana tushundik. Endi mana bu 19. Mana rasmga olmadim aytmoqchi. Rasmga qo'shashim kerak edi. Hop, qaranglarchi. Nima topyapti? Nima valuya nima degani edi? Qiymat, nima qiymati? Tangins. Demak, tangins T'ga 92 T taqsim nechi? 3. T taqsim 3 nechi gradus? 60 gradus. Tangins 60 gradus. Tangins 60 gradus nechiga teng? Tangins 60 gradus. Sinus 60 taqsim nimaga? Kosinus 60. Sinus 60 gradusda 2 kerak hosilga chiqarib beraman. Sinus 60 gradusda 160 taqsim nechiga teng? 2 ga. Kosinuschi 1 taqsim 2 ga. Demak, sinus 160 taqsim 2 ga, kosinus 1 taqsim nechiga? 2 esa necha? 163 ga teng ekan. Endi 92 ni hozir topolamiz nechiligi. Va bundayda qaranglar, mana aylana hozir jadval chiqarib beraman sizlarga. Xo'pmi? Jadval tangins, sinus, ancha grafik burchaklarda necha ekanligini chiqarib beraman. Tangins 60 gradus degani mana bu burilmay, mana shu yerda 0 gradus turibdi. Mana shunday turgani soatga bunday tursa, bunday turadi. 0 gradus burilmagan holat bo'ladi. 60 gradusda qancha buriladi? Nima deb o'ylaysiz? O'zlari dehqoncha. Pastga buriladi, tepaga. Endi bitta savol. Shuni o'rtada 0 gradus turadi. 5 desa, faqat qayerda 5 deb qarab pastdan.
5 son qayda turadi? Tepadan pastdan. Termometr turibdi. Termometrda muhammad o'rtada nima turibdi? 0. 5 qayda turadi? Tepadan pastdan. -5 pastda turadi. Diqqatga olib qolishga o'rgataman-da men sizlarga. Demak, mana bunday turibdi. 60 gradusga burilsa, qanaqa buriladi? Tepaga. Hosilkasi qashirmayapti, tepaga chiqki. Mana o'rtada 0 gradus turibdi-da, unda tepaga chiqishi edi. Demak, mana 60 gradusga burildi. Shunda mana nechiga teng? Iltizosida nechiga? 3ga teng. Mana 60 gradusga buriluvdi, iltizosi 3ga teng. Kim tushunmadi? Endi shu 60 gradusga yana qachon qaytib keladi? 260. Ya'ni nima? 2 kunda. Tushuningizmi? 360 ta aylanib keladi. Yana 360 ta yana shunga qaytib kelaveradi. Kim tushunmadi? Endi mana uni qanday olamiz? 92. Endi qanday olamiz? Tushunyapsizmi? Tushunyapsizlar? Mana bu yerda qarang, bitta narsani tushunamiz. Masalan, keling shuni bunday qilamiz. Tanimiz 2 pitasini tushsa, nima degani? 2 pi degani nechi gradus? Pitasini tush degani 60. 2 ko'paytirsa nechiga? 120. To'g'rimi? 120 gradus qaysi bo'ladi? Mana egachasi yetib bo'lsa 90, mana ega bo'lsa nechi bilan 90 dan barobar bo'ladi. Endi mana nechi gradusligini bilishimiz kerak. Shu 60 mana bir 60 ni necha ko'paytirsam yana qayta o'ziga keladi. 360 bo'lishi uchun 60 necha ko'paytirishim kerak? 66 ko'paytirsam o'ziga keladi. Demak, mana bu 92 dan bitta 6 ni olsa yana qaytib keladi yerga. Nechi qoldi endi? 80 nechi qoldi? 86 qoldi. Demak, har 6 ni olaversa yerga qaytib kelaveradi. 90 da ham nechiga qaytib keladi? Qayerga qaytib keladi? 90 bo'lsa. 90 nimaga qaytib keladi? Mana bunday deydi. Tangni 60 pitasini tushsa. Qayerga keladi? Qancha? 60 nechiga bo'ladi? 6 ga bo'linadi 60. Demak, 60 desam qayerga qaytib keladi? Mana bitta savol sizga. Bir qancha. Tangimiz 6 pitasini tushsa. Qayerga qaytib keladi? 6 bo'ladi. Qayerga qaytib keladi? Ha? Qayerga qaytib keladi? O'zi joyiga qaytib keladi? 6 qo'yganmiz, o'zi joyiga qaytib keladi. Kim tushunmadi? Ha? Juft sonimiz o'ziga qaytib keladi. Ha, juft son. Endi qaysi juft songa o'ziga qaytib ketishyapti? Mana 60 gradus bor. Yana 6 ga ko'paytirsak nechi bo'ladi? Mana 60 gradus yurdi. Yana 300 nechi bo'lishi kerak? 60. Yana 360 yana joyiga nima qilish kerak? Qaytib ketish kerakmi? Kim tushunmayapti? Tushunyapsizmi yo'qmi? Yo, e'tibor beryapman. Hamma tushunyapti? Yana o'ziga qaytib kelish haqida gap ketyapti-da. Yana 6 ga ko'paytirsa yana o'ziga qaytib keladi-da. Mana qaranglar, bir boshdan boshlaymiz. Tangimiz 2 pitasi tushsa, mana bu 60 edi. Necha ko'paytiryapti? 2 ko'paytiryapti. Necha bo'ladi? 120. Tushunayapsizmi? Kim tushunmadi? Tangi shekda turuvdi. Mana shekda turuvdi. 2 ko'paytirsak necha gradus bo'ladi? 120 mana bu yerga o'tadi. To'g'rimi yo'qmi? Endi mana necha gradusligini bilishimiz kerak-da mana bu 92 pitasini. Kelinglar, tangimiz endi shuni bunday deymiz. Tangimiz 6 ko'paytirgan pitasini tushing. Mana 60 gradusni 6 ko'paytirsa tangimiz nechi bo'ladi? 360. Tangimiz 360 ta shekda turuvdi, yana qayerga qaytib keladi? O'ziga qaytib keladi. Har 6 da qayerga qaytib keladi? O'ziga qaytib keladi. Tangimiz mana bunday bo'lsa-chi, tangimiz 12 pitasini tushsa, qayerga qaytib keladi? 12 bo'lsa, 6 bo'lsa,
bir marta o'ziga qaytib keladi. 360. Yana bir 6 gacha o'ziga qaytib keladi. Demak 12 pi taqsim 3 ga qayga qaytib keladi? Shga qaytib keladi. Har 6 ga bo'linishda qayga qaytib keladi? Qayga qaytib keladi? O'ziga qaytib keladi. Kim tushunmaydi? Tushunikmi yo'q? Har 6 da bir o'ziga nima qilar ekan? Qaytib keladi. 12 dan shga qaytib keladi. 18 dan 18 da 3 marta o'ziga qaytib keladi. 24 tachi o'ziga nima qiladi? Qaytib keladi. To nechigacha o'ziga qaytib keladi? 92 ga nechigasigacha? 90 gacha qaytib keladi. Chunki 90 necha bo'ladi? 6 ga bo'linadi. 90. Mana qaranglar. Tangimiz 90 pi taqsim 3 desa ham mana bu qayga qaytib keladi? Qaytib ashiga qaytib keladi. Endi nechi qoladi? 90 ga shirga qaytib kelsa, nechisi qoladi? 2 pi taqsim nima qoladi? 3 qolaydi mana. Tangimiz nima qolaydi? 2 pi taqsim nechi qolaydi? Tushunyapsizmi yo'qmi? Kim tushunmaydi? Qiyinmi shu? Qiynmasa, demak pi taqsim 3 degan 60, 2 pi degan nechi kiradi? 120. Demak tangingiz qaysi to'g'ri? Mana bu 120 gradusga buriladi. 100 nechi gradusga buriladi? 20 gradus. Kim tushunmaydi? Tushundingmi yo'qmi? Demak 120 gradusda tangingiz nechiga teng desa, hozir sizlarga chiqarib beraman. Sizlarda bormi jadval? Hozir men mana uni to'xtataman. O'yga sizlarga ana bo'ladi, vazifa bo'ladi. So'nggacha 30 gacha savollar tarjima qilib ishlab berish. Tushungan? 30 gacha bo'ladi. Bu safar har biringdan tarjimani so'rayman. Tushungan? Xo'p. Video